Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi obzorimizda 7 kishilik oilaviy crossover Swiss S07 Luxury. Ko'rib turganingizdek, Swiss S07 Luxury pozitsiyasi old tomoniga 3D обрисовка chiroyli formatda, top mono qo'sh va 540 gradus kamerasi hamda proyeksion linza va optika bilan jihozlangan. Bundan tashqari parkovka datchik va samotormojenlari ham bor. Motor o'tida 1.6 turbina va 197 o't kuchi mavjud. Motorimiz teplik, brement emas va undan tashqari motorxona shumkalangan. Shum chiqmaydi mashinadan. Swiss S07 modelimizning orqa tomonida 3D dizayndagi stoplar alohida yonadi va parkovka datchiklari bilan jihozlangan. Undan tashqari elektropaket bagaj. Bagajimiz shu holatda 100 litr hajmga ega. Yig'ishtirgan vaqtimizga hajmi 500 litrga aylanadi. Undan tashqari mashinamizda shtorka mavjud va domkratlari bilan birga yana zapaskasi ham mavjud. Zapaskani bosadigan tugma ham bor. Zapaskasi pastki qismda. Bagajimizda desk rejim mavjud, ya'ni biron tez sig'ib bo'lib turgan vaqtda ham qisib bo'lmaydi. Balonimiz 20 dyumli, tormozной sistemasi охлаждающий va ходовойлari независимый McPherson. Alohida hammasi ishlaydi. Salon qismi 80% koja bilan qoplangan. Avtomashinamiz o'rindiqlari lapa koja bilan qoplangan. Mashinamiz tablosi 16 dyumli ekran bilan jihozlangan. Avtomashinamiz multimedia qismida Apple CarPlay, Android Auto va Bluetooth Wi-Fi'largacha bor. Va undan tashqari video registrator zavod qo'yib beradi. HD formatda zapis qilib ketadi. Samotormojeniy, полосой держания ham mavjud avtomashinada. Avtomashinamizda 3 zona klimat kontrol mavjud. Ikkita oldin qatorda alohida va orqa qatorda alohida. Va undan tashqari panelimizda качество воздух bor, ya'ni havoni tozalab beruvchi. Avtomashinamizda голосовое управление ham mavjud. Открой люк. Eshik qismida 3 kishiga mo'ljallangan xotira o'rindiqlari va abduf abagreklari bor. Undan tashqari har bitta eshikda ikkita sonyak qutisi ham mavjud. Panel pastki qismida yoritish chiroqlarini past baland va elektrobagaj, galoyotli rejim va gorniy rejimi bor. Mashinamiz ikkinchi qatorga o'tadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek ancha joy bor va sidenlari o'zgartirib bilasiz, spinkalardan ham va orqada ham klimat kontrol nazorati bor. Iqlim nazorati. Aytgancha, orqa o'rindiqlarida ham abagref bor. Rulimizning chap tomonida adaptivniy kurs kontrol, o'ng tomonda multimedia boshqarish tugmalari mavjud. Rulimiz elektroustilительный. Swiss Buxara avtomobilimizda ko'rib turgan Swiss S07 modelimizda 7 xil rangi mavjud. Xohlagan rangidan kelib xarid qilishingiz mumkin. Va undan tashqari Swiss S07 Luxury pozitsiyamizga 36 milliongacha chegirma ketyapti. Kelib, любой xil to'lov usulida xarid qilishingiz mumkin. Рассрочка, kredit yoki naqd. Hammangizni Swiss Buxara avtomobiliga qo'lamiz.